Hello YouTube ahli, sizlar bilan Zero Uz Play kanali bor obunachilar. Bugungi videomizda qanaqa qilib Pojav Launcher'ga nastroyka qilishni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Qanday unda biz videoni boshladik. Xo'sh bolalar, eng birinchi nastroykamiz bu tugmalarning joyini o'zgartirish. Buning uchun biz mana bu tepada turgan boltchani ustiga bitta bosamiz va custom control tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng biz xohlagan tugmamizni xohlagan joyimizga siljitsak bo'ladi. Bizning eng birinchi qiladigan ishimiz tugmalarni olib o'zimizga mana razmerlar turadi mana shu yerda. Razmerlarni to'g'rilab olish. Men o'zimga razmerlarni to'g'rilab olganman. Endi bo'lsa boshqa nastroykalarga o'tamiz. Ikkinchi nastroykamiz bu tugmamizni qanchalik yonidan kesish, ya'ni dumaloq qilish, shunaqalarga bog'liq va eng pastdagi 100% turganini ko'rsangiz, u uni ko'rinmas qilishga yordam beradi. Ovozimga yetavermay, tomog'im og'rigandi. Xullas, mana biz buni hammasini mana 40 qilib chiqamiz, o'zimizga mos qilib. Va barchasi shunday bo'lishga xohlasangiz, bir ikkita tugmani shunday qilsangiz bo'ladi. Bolalar, mana ko'rib turganlaringdek, men tugmalarimni o'zimga kerakli qilib oldim, ya'ni bir xillarini ko'rinadigan, bir xillarini ko'rinmas qildim. Endi keyingi tugmamizga o'tamiz. Undan oldin maslahat qilamiz. Uning uchun yana mana shu boltchani ustiga bosib, save tugmasini bosamiz va xohlagan nomingizni kirishingiz mumkin mana shu yerga. Men bu yerga meniki 1 deb qo'yganman. Endi okni bosamiz. Agar tagida shunaqa yozuv chiqqan bo'lsa, demak u sahiyat bo'lgan. Endi bemalol leave editor tugmasini bossak bo'ladi. Uni bosamiz va yes ni bosamiz. Ko'rib turganlaringda endi bizning nastroykamiz tayyor bo'ldi va endi mana bu ko'rib turgan S tugmangizni qo'shishni o'rganamiz. Bu S tugmasi nimalarga kerak desangiz, bu S tugmasi ustiga bir marta bosganingizda sizga ekranni yaqin qilib berishga kerak bo'ladi. Yana bitta gapni aytay, bu faqat Pojav Launcher'dagi Optifine versiyaga ishlaydi. Pojav Launcher'ga qaydan yuklaymiz desalar, men o'zim aytganman, 50 ta obunachi bo'lganimizda Telegram kanal, Instagram kanal ochaman deb. Ammo bu videodan so'ng albatta men Telegram va Instagram kanal ochaman. Meni kerakli Optifine va Pojav Launcher faylini o'sha yerdan topsangiz bo'ladi. Silka esa mana ekranlaringda chiqdi. Unda biz keyingi nastroykaga ketdik bo'lmasa. Bolalar, yana men aytganimdek qilasizlar, men bu 3 ta boltchani bosamiz, custom controlni bosamiz va add button bor. U nima desalar, bu add button sizlarga yangi tugma qo'shib beradi. Bolalar, bu yerda faqat new tugmasi emas, boshqa tugmalarni ham qo'shsangiz bo'ladi. Masalan, bu yerda add button driver, buni vazifasini o'zim ham bilmayman va joystick bor. Joystickni pabgalar tushunsa kerak. Bu joystick yordamida siz mana bu o'zining kontrolleridan tashqari boshqasangiz ham bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman uni qanaqa bo'lishini. Mana bu joystick qaysi tomonga qarasangiz, mana o'sha tomonga yuraveradi. Bu tez yurmoqchi bo'lsangiz 2 marta shunday qilsangiz tez yuradi. Mana asta xullas ana shunaqalarga kerak bo'ladi. Ammo bunda o'tirib bo'lmaydi. Mana bu o'tirish tugmasisiz. Bu new tugmalarni esa qanday qilib hozir mana bu S tugmasiga aylantirishni o'rgataman. Yana custom controls va new tugmasini ustiga bosib, mana bu birinchi turgan mappingda uni nomini bosamiz.
va pastroqqa tushsak, harflar keladi. O'shandan S ni tanlaymiz. Nima uchun S aynan ABD emas desanglar, kompyuterda S bilan o'ziga yaqinlashtiradigan S ni tanlaymiz. Va new tugmasini o'rniga S qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Ko'rinmas qilishni o'rniga mana xullas shunday qildim. Bu driverni vazifasini bilmayman. Keyinchalik albatta o'yinni ko'p o'ynagandan so'ng sizga o'rgatishga harakat qilaman. Save qilamiz. Live editor. Mana ko'rayotganingizdek o'yinga qaytdik. Bu S ni bossak ham, bu S ni bossak ham yaqinlashtiraveradi. Bolalar, bugungi video darslarimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Bilan Zero's Play bo'ldi. Barchaga tomosha uchun kattakon rahmat.